Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. YouTube ishqibozlari, ekskavator pogruzchik ishqibozlari. Navbatdagi klientimiz Sirdaryo viloyati Soyxonobod tumanidan akamiz kelgan. Akamiz anchadan beri betonameshalka olaman deb yuruvdi. Pogruzchigi bilan komplekt oldi. Xudo xolasa lizingga mana bugun. Aka, nima uchun karmik solmadingiz? Nima uchun buni meshalkani oldingiz? Ikki og'iz fikringizni bildirsangiz, mijozlarimizga tavsiya bildirsangiz. Bizni kuzatib borayotganlar juda ko'p. Aziz aka, YouTube kanalimni rosa tomosha qilib keldim. Bu pogruzchiklar ikki xil nimasi borligi uchun shunga qiziqdik. Karamakislar faqat beton qorish uchun unga ko'p qiziqmadim. Buni aka demoqchiki, o'zini kovushi ham bor, Keling aka, shuni bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Ikki xil kovushi bor ekan, shunga qiziqib, o'zini adapteriga taqib oladi. Bu yerdagi yana bitta kovushi qo'yiladi. Mana ichida kurchogi bilan o'zi yechib, o'zi taqadi. Salonning ichida bunda xohlasangiz qum shag'alni ham yoyib, xalqimizning xizmatini qilamiz, xudo xolasa. Keyin yana bitta narsa, buni yechib taqqan paytda bistrasium degan narsasi bor, kulich ishlatmaydi-da. Anasini qo'li bilan bitta tortsa yechiladi, yana ichiga solib qo'ysa, yana ulanadi. Yaxshi narsa ekan aka. Devorning ustiga sesmopoyez, kolonna quyishga ham juda zo'rda. Ko'tarinliklar ham bor ekan. Lyuki bilan tagiga shlanka ulasa ham bo'ladi. Uzunligi 10 metr uzoqdagi joyga, misol, mana shu yerdan Matizning oldigacha quysa bo'ladi. Strelani 4 metr ko'tarib qo'yadi, shlanka ulab qo'yadi. Uyda hamma tomoniga qo'yib beradi. Xudo xolasa. Yana mijozlarga nima tavsiya bildirasiz aka? Kelinglar, tavsiya beraman, olinglar, xudo xolasa, yaxshi texnika. 1.8 ga qo'ymoqchi bo'lganlarga nima deysiz? 1.8 ga. Tusharkan, xudo xolasa. 1.8 ga o'shani meshalkasi 1 kubalik. Akalar, meshalkamiz sig'imi 1 kubalik, ichiga 1 kuba nima ketadi? Mana juda qalin materiallari. Daryoning toshini qoradimi, yo'qmi aka? Qoradi. Asosiy savol, ko'p odam shuni savol beradi. Daryoni toshini qoradi deb qiziqib keldik-da endi. Xudo xolasa. Motorlari ikkitadan mana. Lyuklarini bir ko'rsatib o'tamiz. O'zi ochib, o'zi yopadi. Keyin mana moy tomganiga hayron qolmanglar. Kirishkalar qaysinidir, mana bunday boltlari oxirigacha qotmagan bo'ladi. Uni o'zlaringiz qotirib qo'ysizlar. Qaysinidir balonni bolt oxirigacha qotmagan bo'ladi. O'shanday zavodda qattiq qotirmaydi. O'zlaring ko'rib, bir chekkadan ko'zdan kechirib chiqasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik. Mana ikkala klientimiz ham shu yerdan. Xudo xolasa o'zlarini fikrlarini bildiryapti. Charchamanglar, hammaning ishlariga omad. Bizni kuzatib boringlar. Tojikistonlik klientlarimizga salom. Tojikistondan juda ko'p telefon bo'lyapti. Endi kelyapti-da bu. Shu Rossiyadan telefon qilayotgan klientlarga ham hammasiga murojaat qilsalaring bo'ladi.